2022-yil tadbirkorlik faoliyatini boshladim. Tadbirkorlik faoliyati akva eshik ramlardan va temir eshiklardan ishlaymiz. Biz ishsiz 4 ta yosh yigitni ish bilan band qildik. 2024-yil mahalla tomonidan bizlarga imtiyozli kreditlar ajratildi. Bu imtiyozli kreditni olishdan maqsad bizani ish o'rinlarini kengaytirish va savdo faoliyatimizni kengaytirib, yanada ishchini ko'p jalb qilish. Bu tadbirkorchilikni ishlashdan maqsad biza xalqimizga, fuqarolarimizga sifatli akva eshik, temir eshik ramlarni sifatli o'rnatib, uylarni ixchamli qilib ishlab berish bizning maqsadimiz. Bunday sharoitlarni yaratib bergani uchun hurmatli prezidentimizga katta rahmat.